Bugun menisk razriflari, tizza bo'g'imidagi artrozlar shular haqida suhbat qilmoqchimiz. Uzilib ketsa, ayniqsa bu operatsiyaga muhtoj degani. Bemor ko'ringanda har bitta odamga nima zarar bo'lsa aytib o'tamiz. Men uni ichmayman demaydi, operatsiya qilib kamchilikka yo'l qo'ysa, u bemorga juda qimmatga tushadi. Qancha kalsiy ichsam, qancha D3 ichasizmi, kumush suvlari, shunaqa narsalar ichganingiz bilan bu joyga yetib kelish uchun o'sha a'zolar zo'r bo'lishi kerak. Masalan, razrif futbolistlarda yoki sportchilarda bo'lib qolsa, mo'tmasida, lekin qattiq, demak, travmani oqibatida menisk yirtilib qoladi. Bismillah, azizlar. Bugun menisk razriflari, tizza bo'g'imidagi artrozlar shular haqida suhbat qilmoqchimiz. Menisk razriflarda ko'pincha operatsiya qilish ozgina udumga kirib qoldi. To'g'ri, qilish kerak bo'lgan joylari bor. Qochsimon boylamlar uzilib ketsa, ayniqsa bu operatsiyaga muhtoj degani. Lekin meniski tog'ayni parchalanishi, eskirishi, yirtilishlarida uni o'zini chiroyli qilib kesib tozalab qo'ygan bilan yoki yirtilib qolgan joyni ulab qo'ygan bilan u bo'ldi, zo'r bo'lib ketasi degani emas. Sababi ozuqa yaxshi emas. O'sha joydan yoki yana yonveldan yoki boshqa joydan eskirgan bo'lsa, qayishqoqli, pishiqligi zo'r bo'lmasa, menisklarni yana o'sha yirtilishi, parchalanishi, artrozda davom etaveradi. Qochsimon boylamlar ham degeneratsiya bo'lib o'zgargan yoki qisman uzilishlari bo'lib, shunaqa bo'lgan bo'lsa ham u davom etaveradi. Demak, nima qilish kerak? Pishiqlikni saqlab, qayishqoqligini saqlab qolish uchun buni ozuqasini yaxshilash kerak. Ozuqasini yaxshilash uchun ichak, oshqozon o'ta muhim hisoblanadi. Oshqozon osti bezi, jigar, o't qopi, limfa tizimini, tomoq bezlaridan streptokok, streptofilokok infeksiyalar chiqib turib bo'g'imga borib qolayotgan bo'lsa, demak, reumatoidni jarayonlar bo'lsa, hammasini hisobga olib turib, ichkaridan ham demak, hazmni yaxshilab, bo'g'imga keladigan ozuqani sifatli kelishini ta'minlab, bo'g'im oziqani tiklash kerak va albatta mashq qilish kerak. O'sha mushaklarni kuchaytirish uchun, uni atrofidagi boylamalarni, boyloqlarni kuchli bo'lish uchun mashq qilish kerak. Mashqlarni qo'yib boryapmiz. Endi biz asosan Instagramda ko'proq qo'yamiz. Ko'rsanglar bo'ladi, short ko'rinishda mashqlarni qilish kerak. Mashqlar orqali bu atrofidagi mushaklarni, muskullarni, boylamalarni kuchaytirilsa, bunga yuklama kamroq tushadi. Xo'p, son suyak bilan boldir suyagi bir-biriga tegib yaqinlashgan sari orasidagi meniskini, tog'aylarni, demak, parchani yirtilishi yuzaga kelib turib, artroz boshlanib ketyapti. Shunda o'sha oyoqni osiltirib, rastiyashga qilib mashqlanib yurish, mushaklarni kuchaytirish, shu mushaklarning orasida qon tomiri ham bor, limfa tomiri ham bor, nerv tomirlari ham hammasi o'tgan. Demak, o'shani kuchaytirasiz, qon aylanishi yaxshilanadi, shamollash ketadi, mushaklar kuchli bo'ladi, tonus oshadi. Sizdagi muammo chekinishni boshlaydi. Sog'lom turmush tarzi albatta muhim. Shuning uchun biz mizojga e'tibor berish kerak deymiz, faslga, mizojga e'tibor berib turib, taomlanish kerak. Yeydigan taomingiz ham sizga foydali bo'lishi kerak, zararli bo'ladigan narsani to'xtatish kerak. Uning uchun biz bemor ko'ringanda har bitta odamga nima zarar bo'lsa aytib o'tamiz. Men uni ichmayman demaydi, umumiy aytamiz. Masalan, muzday narsalar bo'g'im orayotgan odamlarga 95% ga zarar qiladi. Sovuq suv, sovuq choy, napitkalar, boshqalar, napitkalar, mana shu rangli gazli ichimliklarni, muzday, yaxtay narsalarni ichmay turinglar deymiz. 95% odamni mizoji sovutib yuborgancha bu narsa zarar qiladi. Undan tashqari, meniskga bursit sinovitlarda damlamalar tayyorlab qo'yilgan. Damlamalar beriladi. O'sha joyda limfani oqimini yaxshilab turib, to'plangan suyuqlik shamollash bo'lsa chiqaradi. Mashqlarni qilsa, buni ozuqani tezroq tortadi. Oshqozon ichagi yaxshi emas. Oshqozon ichagi yaxshi bo'lmasa, oshqozon ichagini yaxshilash uchun dori qilinadi. Ichagi qotadimi, ich qotadimi? Demak, ich qotishni ketkizuvchi dori qilishga majburmiz. Oshqozoni yaxshi emas, qoni kam. Qanaqa qilib bo'g'imi kuchli bo'ladi? Qanaqa uni tizzasi, oyog'i kuchli bo'ladi? Uni oyog'i toliqadigan bo'ladi, qaqshaydigan, og'riydigan, sovqatadigan oyoq bo'ladi. Oshqozon ichagi yaxshi emas. Qanaqa qilib bo'g'imni o'ziga e'tibor qaratib, buni o'zini davolab yuboraman deyish mumkin. Bu aldamchi narsalar hisoblaymiz. Kasallik kelib chiqish sababini hazmdami, hazm a'zolari yaxshi emasmi, o'shani yaxshilab turib, bunga ozuqani berilsa, mashqlar qilinsa, bu tiklanadi, bu zo'r bo'ladi. Shuning uchun menisk razriflari yirtilishlarida shoshma-shosharlik qilib,
operatsiya qilishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Operatsiya qildirdingiz ham baribir mashq qilib buni ozuqasini tiklash uchun ko'rining, muolaja oling. Bo'lmasa yana davom etaveradi. 50% desam adashmayman, murojaat qilib kelayotgan odamlar operatsiya olganlar, operatsiya qildirib bo'lgan, minsk razrivlarini operatsiya qildirgan, ma'lum payt yaxshi bo'ldi, yana qaytaladi deydi yoki yaxshi bo'lib ketadi deydi, yaxshi bo'lmadi deydi, og'riq bor, qadalib qolyapti, bitta og'riq turibdi, surilib ketganga o'xshab turibdi deydi. O'sha xavotirlari bor. Endi operatsiya deganda ham hamma ham zo'r operatsiya qila olmaydi. Operatsiya qiluvchi mutaxassislarning ham kamchiligi bormi? Bor, ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Endi operatsiya qilib kamchilikka yo'l qo'ysa, u bemorga juda qimmatga tushadi. Shuning uchun tabiiy davolanish har doim kompleksli bo'lgani uchun sizga har tomondan foyda beradi. Faqat uni bemorni ko'rish kerak, o'shanga to'g'ri keladigan dorivor giyohlardan tayyorlangan, demak yig'malarni, tayyorlangan dorilarni o'sha odamlarga berish kerak. Necha mahal ichish kerak, yeb ichadigan narsalarda ham parhezlar o'ta muhim. Sovuq, kislik, taxir narsalarni yemay turinglar deymiz. O'shani yemay turish kerak bo'ladi. Endi ko'proq yoshlarda ko'pda. Endi sportchilarda bo'lib qolsa-chi, masalan, razriv futbolistlarda yoki sportchilarda bo'lib qolsa, mo'tmasida, lekin qattiq, demak, travmani oqibatida Minsk yirtilib qoldi. Uni tikib qo'ysa, ozuqasi yaxshi-ku uni, o'zi pishiq qayish qoldi, lekin baribir bo'ldi. O'zini tiklab oladi. Lekin ozuqasi yaxshi emasligidan bo'lgan paytda buni ozuqasini tiklashdan boshqa tadbirini bilmayman. Mushakini kuchaytirish kerak, taomini yaxshilash kerak, to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri taomlanish tartibiga amal qilish kerak. Avvalgi yeb ichish, yashash tarzini ozgina o'zgartirish uchun harakat qilish kerak inson. Shunlarni ham endi sekin-sekin videosini qo'yib bormoqchimiz. Sog'lom ovqatlanish, mana nutrisologlar ko'p gapiradi. Ularning ham har xili bor, lekin yaxshi nutrisologlar to'g'ri tavsiyalar berishni boshlaydi. O'sha taomlanishda albatta ketma-ketlikni, demak, pishgan ovqatlar bilan tirik ovqatlar balans bo'lsin deydi. Tirik degani bu qaynatilmagan, pishirilmagan ovqatlar bilan tirik. Baribir endi qaynatib pishirilgan ovqatlar qanchadir issiqlikda qaynagandagi hamma vitamin to'lig'icha qolmaydi. Shuning uchun shu narsalarga e'tibor qaratish kerak. Ichaklar ishtirok etmagan kasallik bo'lmaydi. Oshqozon, ichak, jigar, qorataloq, oshqozon usti bez bular ishtirok etadi har bitta jarayonda. Chunki mana shu tizza bo'g'imiga ozuqa kelguncha o'sha joydan o'tib keladi. Yeb ichgan narsangiz mana shu organizmdan o'tib keyin mana shu joyga keladimi? Kelish uchun o'sha a'zolar yaxshi bo'lishi kerakmi? O'shanda keladi. U qanoq kelib oladi bu joyga. Qancha kalsiy ichsangiz ham, qancha detrichasmi, kumush suvlari, shunaqa narsalar ichganingiz bilan bu joyga yetib kelish uchun o'sha a'zolar zo'r bo'lishi kerak. Shuning uchun biz hazmni zo'rlash kerak, buni sababini aniqlash kerak deyverganimiz shu. Bizga bemorlar kelib ko'rinish kerak, albatta kelib ko'rinishda oldin ish vaqtimizni bilib kelishdan oldin ozgina tayyorgarlik qilib kelish kerak. Biz ham ishimizda kelib olsa bo'lmasak, dilxiralik bo'lmasin-da, chunki biz giyoh sotish bilan shug'ullanmaymiz. Men giyohga keldim deb ba'zilar kelib qolishadi, biz giyoh sotmaymiz. Biz avval bemorni ko'ramiz, keyin to'g'ri kelsa, to'g'ri kelgan giyohni keyin beramiz. Endi yig'imi bo'ladi. Bizlarni bozordagi giyohchilar bilan adashtirib qo'ymash kerak. Biz ham giyoh sotamiz. Qaysi ma'no? To'g'ri sotish uchun odamlarga foydasi tegadigan narsani to'g'ri berishga harakat qilamiz. Shunaqa muolaja qilinadi. Yana qo'shimcha savol bo'lsa yozsanglar, javob beraveramiz. Suyak bo'g'im kasalliklari, grija, bel og'riqlari masalasida yana videolar qo'yib boramiz. Undan oldingi videolarni ham qo'ysang ancha manfaatli bo'ladi. Salomat bo'linglar.